Delicious food in the park? Seriozmi? Boshqa narsa ham bormi senda gapirishga, suka? Bu nima degan ahmoqlik? Yangi joyda borganingni gapir dedim. Sen parkdagi mazali ovqatni miyalasanmi, bilat? I tried delicious food in the park. Deb gapir to'g'ri. Miya ishlatsan ozgina. Fantastika. Qaysi maktabda o'qigansan, suka? A few days ago bo'ladi, bilat. Artikellarni qachon o'rganasan sen? Bu oddiy narsa-ku. Miyang yetmayaptimi hali? Men sen bilan gaplashgim kelmayapti, to'g'risi. Umuman gaplashmayman qaytib. Sen so'kasan, har bir gapingda so'kib haqoratlayapsan. Umuman sen bilan qaytib dars qilmayman, tushundingmi? Bor yo'qol. Qo'rqdingmi, suka? O'zing pastkash bo'lsang, men ham senga erkalab gapirishim kerakmi, bilat? Sukasan. IELTS 9.0 ga bunday qattiq gaplardan cho'chib orqaga qaytadiganlar topolmaydi. Bor, qayerga borsang bor. Sen hali darsga tayyor emassan, tushundingmi? Zerikarli, savodsiz pastkash. Yo'qol. Fucking bor. O'chirib tashlaysanmi? Qo'lingdan keladigan yagona ish shu, bilaman. IELTS 9.0 ga yetishga hafsalang yetmaydi, suka. Qaytib kelma, tushundingmi? Progressing right back to zero. Haha.